Bursa'da Türk Dünyası Atı Spor Tenterbiye faaliyeti ötküzüldü. Türkiye'nin Bursa şehrdeki Kilis nahiyesi Goji yaylarda 22. ve 23. iyul günleri 2. kıtımlık Türk Dünyası Atı Spor Tenterbiye faaliyeti ötküzüldü. Faaliyetke Kazak, Kırgız, Uygur, Özbek, Türkmen, Tatar ve Noğay qatarlıq barlıq qarindaş milletler vekilleri katlaşıp, özlerine xas medeniyetleri, yemek-içmek, kiyim-kechek ve şuningdek an'anaviy örf adetlerini namoyon qilish orqali qarindosh turkiy millatlar orasidagi o'zaro tushunish va har xil aloqa munosabatlarining jonlanishi va kuchayishini ilgari surdi. Bu qatimgi faoliyatga Sharqiy Turkistonlik Uyg'urlarga vakolatan Sharqiy Turkiston Ma'arif va hamkorlik jamiyatining o'rlashtirishi bilan 13 kishilik bir guruh taklif bilan qatnashdi. Ve maxsus ajratilgan Sharqiy Turkiston chedirida Uyg'urlarning an'anaviy madaniyati ve örf adetlerini namoyon qildi ve faoliyat qatnashuvchilariga Sharqiy Turkistonning hozirgi ahvoli haqida ma'lumot berdi. Bu faoliyatga 23 davlatdan taklif qilingan mahirlar ve ko'plagan ommiy tashkilotlarning vakillari qatnashgan bo'lib, Bursa Madaniyat va sayohat idorasi raisi Aziz Albas muxbirlarga bergan bayonotida Osmanlı davlatining eng muhim va asosiy shaharlaridan biri bo'lgan Bursada o'tkazilgan bu qitimki ikkinchi navbatlik faoliyatning nihoyatda muhim bo'lgan utuqliq bir qadam bilan boshlanganligini, kelar yillardan boshlab texmi yaxshi elib berilganligiga to'lib toshgan ishonchining borligini bildirgan. Bu faaliyatga 23 davlatdan 215 nafar tanharakatchi, madaniyat va örf odatni tunishtirish uchun 50 nafar vakil, 236 ommiy tashkilot mas'ullari bilan birlikda Qozog'iston, O'zbekiston, Qirg'iziston, Mo'ng'uliston, Oltoy Jumhuriyati, Ozarbayjon, Qrim, Afg'oniston, Sharqiy Turkiston, Dog'iston, Tatariston, Qibris, Gruziya, Makedoniya, Bulg'oriston, Kosovo, Iroq turkmanlari, Suriya, Bayir Buchaq, Ruminiya, Vengriya, Pokiston, Turkiya qatorliq davlat va rayonlardan ko'plagan vakil va tanharakatchilar qatnashdi.